uyga beton plita o'rnatish hozirgi kunda necha pulga tushadi ekan obunachilarim uchun juda ham ko'p beton plitani reklama qilasiz, lekin xonadonga ustunovka qilayotgani bormi deganlar uchun mana sizlarga realni aka-ukalarni xonadonga ustunovka qilayotgan joydamiz do'stlar. Beton plitalar ko'rasizlar do'stlar. Katta, kichkina uy razmeriga qarab turib to'g'rilab berishaveradi do'stlar. Eng asosiysi do'stlar, davlat standarti bo'yicha 15 sm mindirib juda chiroyli holatda aka-ukalarni uyga qilib berishyapti ekan. Hozir mana shu anaqada necha pulga tushyapti, necha pulga qilib berishyapti, hamda qanchada so'mga qilib berishadi. Dastlab yana qayergacha bor to'liq ma'lumotlarni har doimda Murodjon Azam brigada berib o'tib ketamiz. Biz hozirgi kunda Murod betonda qilib berilayotgan ishlarga kelganmiz do'stlar. Ushbu xonadonga juda chiroyli holatda o'rnatib berishyapti do'stlar. Ichida bir xil uyga do'stlar. Assalomu alaykum. Murodjon aka, charchamasdan ishlar yaxshimi aka? Suyunsiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Bu xonadonga xudo xohlasa chiroyli holatda o'stirib bo'lyapti ekan aka. Xo'p aka, endi aytadigan bo'lsak, kirani haqiqatda o'zlaringdanmi aka? Kran yo'l kirasi o'zimizdan aka. Yo'l kirasi o'zlaringdan. Kran yo'l kirasi o'zimizdan. Ustalar terib olishadi xolos aka. Sizlar faqat ustalar mashinani chiroyli holatda terib olsa bo'ldi. Bo'ldi. Ya'ni Kamazlar, yuk mashinalar, kran hamma narsa o'zlaringdan, faqat ustalar uyda egasini ustasi mashina qilib o'rnatib olsa bo'ldi aka. Shunday aka, terib o'rnashtirib olsa bo'ldi. Bo'ldi. Do'stlar qaranglar, davlat standarti bo'yicha juda chiroyli holatda qilib berishyapti ekan do'stlar. Eng asosiysi do'stlar qaranglar. Hozir aka-ukalarni uyga qilib berishyapti ekan do'stlar, qaranglar. Bu bitta uy tomon bo'lsa, bunisining yana bitta tomon do'stlar. Har bittasini juda chiroyli holatda, akkuratli holatda qilib to'g'rilab berishyapti aka. Xo'p, endi aka, bu hozir xonadoningizda umumiy aytadigan bo'lsa, nechta plita ketadi, necha kvadrat metrga bo'ladi? 178 kvadrat aka. 41 dona plita ketyapti. 41 dona 178 kvadrat metrli joyimizga ketyapti aka. 12 arma turadi zakaz qilganlar, 38 million so'mga plita, kran, dastavkasi hammasi ichida bo'lyapti. Ikkalasiniki 38 millionga bo'lyapti. Ikkalasi 38 million. Vau, do'stlar qaranglar, 38 million so'mni endi ikkiga bo'ladigan bo'lsa ham do'stlar, adashmayotgan bo'lsa 19 million so'mdan bitta xonadonga to'g'ri kelyapti aka. Juda chiroyli holatda. Xo'p, bu yerda necha razmerlar bo'lgan aka? Bu xonaga shapka qilamiz deganlar 55 120 plitadan ikkita, 3ta 4 metr uzuni 40 likdan, faqat 27 dan ikkita, 4 likdan 4ta. 3ta 1 metrlikdan 4 lik, 27 dan 3ta, 4 likdan 3ta. 4 likdan 3ta. Demak, mashina holatda juda chiroyli holatda qilib berasizlar aka, inshaalloh aka. Xo'p, endi aka, mana shu xonadonlar bo'ladigan bo'lsa, hozir mana qancha bo'ldi aka ustunovka boshlangan yoki kelganlarga necha kunda ustunovka qilib ketasizlar yo soatlab ketadimi aka bunga? 1 soat bo'lgani yo'q kelganimizga. 1 soat bo'lgani yo'q. Bitta kelamiz, endi ob'yomga qarab, kran ishlashiga qarab 3 soatgacha davom etadi. Ha, 3 soat. Ya'ni 1,5 soatdan 3 soatgacha davom etadi. Shunaqa kattaroq 200 kvadrat metrli atrofda kecha kuni qo'ydik, 450 kvadratga qo'ydik, obedgacha 100 ta plitani bosib qo'ydik. 100 ta plitani bosib qo'ydik. Vau, do'stlar qaranglar. Xudo xolasa plitalarni eng shoshli joyda. Xo'p, qarang aka, hozir bu yerda 12 armaturada bo'ldi deyapsiz aka. Mana shuni aka 12 armatura hozirgi zakaz qilingan yo bu 12 lik. Hammasi 12 armatura. Hammasi 12 lik. Shu mashinasimi aka 12 lik? Ha, bu boshqa. Ashi 12 lik mashinadan bo'lgan. Shundan bo'lgan. Qaranglar do'stlar, hozir xonadonga ustilaydi. Davlat standarti bo'yicha necha qo'yiladi aka? Minishi 12-15 sm minish kerak. 12-15 sm minish kerak bo'ladi. Xo'p, endi aka bular zakaz berishgan bunda qancha bo'ldi, qanchada olib ustunovka qilib beryapsiz aka? Kelib. 15-20 kunda zakaz olindi, qo'yib ketyapmiz. Qo'yib ketilyapti. O'rtada zakaz borligini hisobiga 15-20 kunda. Demak, zakazga qarab, zakazga, ob'yomga qarab olishi mumkin bo'ladi. Agar bizda tayyor beton skladimizdagi bo'lsa, tezda bitadi ishimiz aka. Agar razmerlar deyarli standart razmerdagilar bo'ladigan bo'lsa, bir pasta bo'ladi aka. Ha, mana aka plitalarimiz ham chok yopishi zazori tekis aka. Mashina holatda. Aylari ham tekis yopiladi. Tekis holatda bo'ladi. Bemalol ustunovka qilib, juda chiroyli holatda qilib, zakazda ob'yomiga qarab, katta kichikligiga qarab, agarda standart holatda misol uchun deylik, siz joyingiz polni 4 metrdan hamma yo'g'ingiz bo'ladigan bo'lsa, tezroq bitadi. Tezroq bitadi. Agar 270 dan bo'lsa, 270, bir xil razmer bo'lsa tezroq bitadi. Agar har xil razmer bo'lsa, biroz cho'zilib qolishi mumkin bo'ladi aka. Razmerni joyiga qarab, struga qarab turib. Eng asosiysi do'stlar, qaranglar, hech qanday olib sotardan emas, akamiz o'zidan juda ham ko'p reklama qilyapmiz. Satkay ko'ri, ya'ni Farg'ona viloyati Marlonda Satkay ko'ri deyish, ana shu yerda oldi. Murod beton qisalarini, xudo xolasa o'zlarini juda ham ko'p reklama qilganmiz. Xo'p, aka, narxlar o'sha-o'shami aka? Narxlar o'sha 220 ming so'm, vodiy bo'ylab dastavka kran ichida aka. Dastavkasi kran ichida bo'ladi. Xuddi shunday. Xo'p, nechta olsa qilib berasizlar aka? 12 lik armaturada eng kami 70 kvadrat, 14 likda eng kami 50 kvadrat zakaz oladi. 50 kvadrat bo'lsa, juda chiroyli holatda qilib berilaveradi do'stlar. Mana shunaqangi kranlar bilan qaranglar, mashina holatda olib kelib, ustorovkalarni juda chiroyli holatda qilib berishyapti do'stlar. Bu xolasa
necha tonna ko'taradi aka? Aka 1 kvadrati 800 kilogacha ko'taradi. 800 kilogacha bemalol ko'taraveradi. Mana shu 4 metrli plita 3 tonna 200 gacha inshaalloh bemalol ko'taraveradi. 3 tonna 200 gacha bemalol ko'taraveradi. Shunday aka. Juda ham zo'r. Agarda 2 etashkali uy qurilayotgan bo'lsa, qaranglar do'stlar. Mashinaga plita bostiradigan bo'lsalar, do'stlar, bir kunda xudo xolasa yoki bo'lsa 2-3 soatda o'zi tayyor holatda bo'ladi. Keyin yana ustada ishlab ketsa bo'laveradi aka. Xuddi shunday aka. Juda ham zo'r do'stlar. Xo'p, hozir baqa olib kelishyapti shekilli. Sizlar tomonganmi? Nari boshidan boshlaymiz-da. Endi aka, oldindan nechta zalog berish kerak bo'ladi uyda egasi? Misol, zakaz berdi. Xo'p, ana hozirgi bo'layotgan voqealar aka, navbatdagi 5 ta zakazimiz barchasi musofirda akalarimiz zakaz qilishgan. Zakazga tashlashadi, uyda kutib oladigan odam nomer tashlashadi. Boramiz, o'lchaymiz, summasini aytamiz, kartamizga yo bo'lmasam naqd berishyapti. Boramiz, ustida ustanovkalargacha qilib beryapti. O'zlari musofirda bo'lib turib, uylarida ishlari ham bityapti. Demak, musofirda ekanlarsa aloqaga chiqishdan bo'lsa, bemalol qilib beraveramiz. Chunki bizda krani yo'l dastavkasi ichida aka. Albatta turib mashina top, kran top bo'lmaydi. Ustam yo'q deydigan bo'lsalar, ustalarimiz ham o'zlari kelib montaj qilib ketishadi aka. Ketadi. Ha, uni kelishiladi. Uni kelishiladi. Ustani kelishiladi faqat. Usta kelishiladi, lekin yo'l kira dastavkasi ichida aka. Ichida bo'ladi. Demak, akalar bizni Rossiyadan boshqa musofirchilardan ko'rayotgan bo'lsalar, bemalol uy qurayotgan bo'lsalar, akamizga aloqaga chiqadigan bo'lsalar, do'stsa kelishadi. Asosiysi o'zing o'lchab ketasizlar aka. O'zim o'lchayman, qo'yilayotganda ustida o'zim turaman. O'zingiz turasiz. Xo'p, aka, endi misol uchun endi uyda egasi nima uchun hozir bundan oldin video qilayotganmiz, o'lchab bermaydi, biz o'zimiz o'lchaymiz deb o'ylaydi. Nima sababdan bunaqa bo'ladi aka? Misol, mana shuni uyda egasi o'lchab bergan bo'lsa, 4 metrli plita 390 bo'ladigan bo'lsa, standartimiz bo'yicha 15 bas, 10 dan minib qoladi aka. Shuni hisobga olinadi. Shuni hisobga olinadi. Ertadan keyin plita kelganda razmer bir-biriga tushmay, ish muammo bo'lgan. Bundan chiroyli qilib, mas'uliyat o'zimizda bo'ladi, chiroyli olib kiraveramiz. Juda ham zo'r bo'lsa. Demak, musofirda bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladi, O'zbekistonda bo'lasizlarmi do'stlar, keladigan bo'lsalar, do'stlar, o'zlari borishadi, o'lchashadi, zakazni olib turib, 15 kun bilan 20 kun albatta bu zakazga qarab aka. Zakazga qarab. Zakazga hozirgi kunda 15 kun 20 kunda tayyorlab berasizlar. 15-20 kunda tayyorlab olib borib qo'yib beramiz. Juda ham zo'r do'stlar. Primoy zavodda o'zidan do'stlar, kimga shunaqangi sifatli bo'layotgan plitalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, xonadonga surunkani ko'rsatib berdik. Xo'p, 38 million so'mga shu 178 dedingiz aka? 178. 178 kvadrat metrlik narxiga arzidimi yo'qmi? Kommentariyada fikrlar qoldiring. Kimga shunaqa sifatli xizmatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, Murodjon akamizga bemalol aloqaga chiqarsa, bizni kanalda ko'rishadigan bo'lsa, chiroyli chegirmalar qilib berasiz aka, inshaalloh. Aka, katta rahmat.